Assalomu alaykum, hurmatli kitobxonlar. Zomin tuman axborot kutubxona markazi sizlarga O'lmas Umarbekov qalamiga mansub Fotima va Zuhra romanini taqdim etadi. Fotima va Zuhra yozuvchi O'lmas Umarbekov tomonidan yozilib, 1994-yilda nashr etilgan detektiv yo'nalishdagi roman. Asar qahramonlari shifokor jamoa xo'jaligi raisi Sultonov, Abdulla, Hamidulla, Fotima, Zuhra va boshqalar. Asarda mustaqillik davrigacha bo'lgan davrdagi ijtimoiy vaziyat, mafiyaning avj olayotgani va ularni qo'llab-quvvatlayotgan rahbarlar mavzusi bir oilaning parokanda bo'lib ketishi fonida aks ettiriladi. Asarning o'tkir syujeti, realligi kitobxonning asarga nisbatan qiziqishi va tushunishini osonlashtiradi. Asar bosh qahramonlaridan biri Zuhra oilasi uchun qasos olish niyatida dadil harakat qiladigan matonatli qiz sifatida gavdalantirilgan. Qahramonlardan biri mayor Qodirjon Aliyev esa davlat va qonun himoyachisi sifatida o'ziga berilgan topshiriqni vijdonan bajaradi. Hatto oila a'zolarini xavfga qo'yib, Sultonovning qilmishlarini ta'kid etadi. Sultonov va Aliyev orqali yaxshilik va yomonlik, nafs va vijdon, halollik va nopoklik kabi bir-biriga qarama-qarshi tuyg'ular konfliktini namoyon qiladi. Bundan tashqari, Fotima va Zuhra romani o'z davrining dolzarb ijtimoiy muammolari ham ochiqchasiga yoritilgan. Ayni shu jihat asarning qiziqarliligi va o'qishliligini oshirgan. Fotima va Zuhra romani ilgari ham bir necha bor nashr etilgan, kitobxonlar orasida qo'lma-qo'l bo'lib ketgan kitoblar sirasiga kiradi. Sarguzasht va detektiv uslubida yaratilgan bu roman asosida spektakl sahnalashtirilgan, badiiy film suratga olingan. Ezgulik va qabohat, muhabbat va nafrat, haqgo'ylik va adolatsizlik, or-nomus va nopoklik singari masalalarga bag'ishlangan ushbu roman bilan yangi uchrashuv kitobxonlarga yangicha zavq bag'ishlaydi degan umiddamiz.